Komissiya rahbari samolyotining GPS signaliga hujum qildi. O'zbek-qirg'iz chegarasida 2 qirg'izistonlik otilgan o'qdan halok bo'ldi. Tramp o'limi haqidagi mish-mishlarga birinchi marta izoh berdi. Rossiyada migrantlar uchun yangi davlat bojlari joriy etildi. Rossiya chegarasiga juda yaqin joyda NATO qo'shinlari shtabi ish boshladi. 59% ukrainaliklar Rossiya bilan murosa tarafdori. Endi esa batafsil. Aziz birodar, agar hojatga tez-tez chiqish, charchoq yoki kuchsizlik bezovta qilsa, bu belgiga e'tiborsiz qolmang. Turkiyalik urolog Yunus Tur tavsiyasi bilan Prostamix, prostata va erkak quvvati uchun tabiiy, xavfsiz va ishonchli yechim. Tez-tez hojatga chiqishdan qutulish, peshob ushlab tura olmaslikka chek qo'yish, erkak quvvatini tiklash va uzoq davom etadigan baquvvatlik. Har bir kun yangi kuch va yangi ishonch. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va Yunus Turdan bepul maslahat oling. Shov-shuv obunachilari uchun Mustaqillik bayramiga maxsus chegirma. Shoshiling. Rossiya Yevrokomissiya rahbari samolyotining GPS signaliga hujum qildi. Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyen 31-avgust kuni Bolgariyaga qo'nishga urinayotganda GPS navigatsiya bilan bog'liq muammolarga duch keldi. Bu haqda komissiya vakili CNN telekanaliga ma'lum qildi. Yevrokomissiya Bolgariya rasmiylaridan buni Rossiya amalga oshirgan bo'lishi mumkin degan ma'lumot olgan. Kreml esa bu ayblovni rad etmoqda. Ursula von der Leyen bo'lgan samolyot xavfsiz qo'nishni amalga oshirgan. Uchuvchilar samolyotni qog'oz xaritalar yordamida qo'ndirgan. Ursula von der Leyen va Yevropa komissiyasi urush davomida Ukrainani qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Von der Leyen Yevropa ittifoqi davlatlarini Ukrainaga ko'proq yordam berishga chaqirgan. U hozirda Sharqiy Yevropa mamlakatlariga, jumladan Rossiya va Belarus bilan bevosita chegaradosh davlatlarga safar qilmoqda. Polshada u mamlakat bosh vaziri Donald Tusk bilan chegaradagi Kreyinki shahrida joylashgan nazorat punktiga tashrif buyurib, Yevropa ittifoqining sharqiy chegaralarini mustahkamlash masalasini muhokama qilgan. Von der Leyen Putinni faqat kuch bilan tiyib turish mumkin bo'lgan yirtqich deb atagan. Shuning uchun biz muvofiqlashgan, aniq va tezkor harakat qilishimiz kerak degan u. Skandinaviya va Boltiq bo'yi davlatlari rasmiylari Rossiya mintaqada GPS signalini muntazam ravishda to'sib qo'yayotganini bir necha bor ta'kidlagan. Polsha va Germaniyadagi tadqiqotlar jamoasi 2024-yil iyun oyidan boshlab 6 oy davomida GPS ga hujumlarni sinchkovlik bilan o'rganib, ularda Rossiyani aybdor deb topgan. Moskva bu maqsadda o'zining yashirin kemalar flotidan va Kaliningrad hududidan foydalanmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasida 2 qirg'izistonlik otilgan o'qdan halok bo'ldi. Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston bilan chegarada 2 qirg'izistonlik halok bo'lganini ma'lum qildi. Qayd qilinishicha, 25-avgust kuni militsiyaga Jalolobod viloyatining Chotqol tumanidagi Ayg'irjal qishlog'ida yashovchi 2 kishi bedarak yo'qolgani haqida xabar berilgan. 28-avgust kuni ishchi uchrashuv doirasida O'zbekiston tomoni chegara vakillari 15-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi hududida Qirg'iziston, O'zbekiston va Qozog'iston chegaralari tutashgan hududda O'zbekiston chegara naryadi 2 nafar noma'lum fuqaroni aniqlaganini ma'lum qilgan. O'zbekiston tomonining ma'lumotlariga ko'ra, ular chegarachilarga bo'ysunmagan va qo'lga olishga urinish chog'ida chegarachilar qurol ishlatgan. Oqibatda har 2 fuqaro o'q jarohati olib halok bo'lgan. Ta'kidlanishicha, 31-avgust kuni bedarak yo'qolgan qirg'izistonliklarning qarindoshlari O'zbekistonga jo'nab ketdi va halok bo'lganlarning shaxsini tasdiqladi. 1-sentyabr kuni Baymak nazorat o'tkazish punkti orqali Qirg'iziston Respublikasi 2 fuqarosining jasadi Qirg'iziston tomoniga topshirildi va ekspertiza uchun Kerben o'likxonasiga yetkazildi. Bundan tashqari Qirg'iziston va O'zbekiston chegara idoralari rahbarlari 2-sentyabrdan boshlab voqea joyini birgalikda o'rganishga kelishib oldi. O'zbekiston tomoni halok bo'lgan fuqarolarning topilgan mol-mulki, 3 ta ot va chodirni Qirg'izistonga topshirishga tayyorligini bildirdi. Ta'kidlanishicha, qirg'izistonliklarning o'limi tafsilotlari bo'yicha har tomonlama tekshiruv o'tkazilmoqda. Uning natijalari jamoatchilikka yetkaziladi. Tramp o'limi haqidagi mish-mishlarga birinchi marta izoh berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp sog'lig'i bilan bog'liq muammolar haqidagi mish-mishlar paydo bo'lgandan so'ng Truth Social ijtimoiy tarmog'ida o'zini har qachongidan ham yaxshiroq his qilayotganini yozdi. Hayotimda hech qachon o'zimni bunchalik yaxshi his qilmaganman, dedi u. Bungacha Axios jurnalisti Barak Ravid Oq uyning yuqori martabali mulozimi bayonotiga tayanib, Donald Tramp mutlaqo sog'lom ekanini ma'lum qilgandi.
29 avgust kuni AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance agar Donald Trampga nimadir bo'lsa, davlat rahbari bo'lishga tayyorligini aytdi. Bu bayonot G'arb ijtimoiy platformalarida faol muhokama qilindi. Shundan so'ng Trampning o'lim haqidagi mishmishlar tarqaldi. Rossiyada migrantlar uchun yangi davlat bojlari joriy etildi. Rossiyada 1-sentyabrdan boshlab qo'shimcha davlat bojlari joriy etildi. Bular qatoriga ro'yxatdan o'tkazish, migratsiya hisobi va mehnat faoliyatiga ruxsat berish bilan bog'liq to'lovlar ham kiradi. Ushbu o'zgarishlar Rossiya Federatsiyasi soliq kodeksiga kiritilgan bo'lib, 1-sentyabrdan e'tiboran kuchga kirdi deb xabar bermoqda TASS. Bular orasida chet el fuqarosiga yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsga patent berish yoxud qayta rasmiylashtirish uchun 4200 rubl, ishlash uchun ruxsatnomaning amal qilish muddatini uzaytirish uchun 4200 rubl boj mavjud. Shuningdek, ishlash uchun ruxsatnoma dublikatini berish, migrant yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsning ishlash uchun ruxsatnomasidagi ma'lumotlarga o'zgartirishlar kiritish yoki patent dublikatini berish uchun 2100 rubl miqdorida boj belgilangan. Bundan tashqari chet ellik xodimlarni jalb qilish va ulardan foydalanish uchun ruxsatnomalar dublikatlarini berish, shuningdek ularga o'zgartirishlar kiritish uchun 2100 rubl. Chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasida vaqtincha bo'lish muddatini uzaytirish uchun 1000 rubl va turgan joyi bo'yicha hisobga qo'yish uchun 500 rubl miqdorida davlat boji joriy etilgan. Ta'kidlanishicha, hukumat davlat bojlarining yangilanishi migrantlarning o'zlarini ham hujjatlarga va ularning amal qilish muddatlariga yanada mas'uliyatliroq yondashishga undashini kutmoqda. Rossiya chegarasiga juda yaqin joyda NATO qo'shinlari shtabi ish boshladi. 2025-yil 1-sentyabrda Finlandiyaning Mekkeli shahrida NATO quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondonligining yangi shimoliy shtabi ish boshladi. U Finlandiya quruqlikdagi qo'shinlari shtabida joylashgan. Mekkeli Rossiya chegarasidan 140 km uzoqlikda joylashgan. Yangi qo'mondonlik vazifalari alyansning quruqlikdagi kuchlarini boshqarish va shimoliy mintaqadagi milliy qo'shinlar harakatlarini muvofiqlashtirishdan iborat bo'ladi. Shtab Atlantika va Arktika mintaqalarini nazorat qiluvchi NATO Norfolk qo'mondonligi nazorati ostida ishlaydi. Alyans mashg'ulotlarini birgalikda o'tkazish, shuningdek Finlandiya va NATO harbiy tuzilmalari ishida ishtirok etish rejalashtirilgan. Rossiya bilan 1340 km uzunlikdagi chegaraga ega Finlandiya o'tgan yili Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinidan so'ng ko'p yillik harbiy betaraflikdan voz kechib NATO a'zosi bo'ldi. Finlandiya mudofaa vaziri Antti Hakkening ta'kidlashicha, NATO shtab-kvartirasining Mekkeli shahrida joylashtirilishi Finlandiya NATO to'laqonli a'zosi va Alyans Finlandiya mudofaasida juda muhim rol o'ynaydi degan ishoraning Rossiyaga yuborilishini anglatadi. 59% ukrainaliklar Rossiya bilan murosa tarafdori. Ukrainaliklarning yarmidan ko'pi Rossiya o'z mamlakatiga qarshi boshlagan urushni tugatish uchun harbiy harakatlarni to'xtatish va Rossiya rahbariyati bilan murosa topish tarafdori. 31-avgust yakshanba kuni e'lon qilingan reyting Ukraina sotsiologik guruhi so'rov natijalari shundan dalolat bermoqda. Shu bilan birga respondentlarning 20% 2014-yilda Rossiya tomonidan egallab olingan Donbass va qo'shib olingan Qrim Ukrainaga qaytarilguniga qadar harbiy harakatlar davom etishini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Yana 13% 2022-yil 23-fevral holatiga ko'ra demarkatsiya chizig'i yoki chegara o'rnatish tarafdori bo'lgan. Respondentlarning 82% muzokaralarni Rossiya bilan urushni tugatishning real usuli deb hisoblaydi. Ulardan 62% uchinchi davlatlar ishtirokida murosa topishni qo'llab-quvvatlaydi. 20% esa Kiyev va Moskva o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borishni talab qiladi.